Ahiret kuniga iymon etish nimalarni ko'rsatadi? Islom savol javoblari to'ridagi 13994 numberliq fatvo. Uyg'ur Islom to'ri tarjim qilib tarqatdi. Javob: Barcha hamdu sana Rabbimiz Alloh taolaga xosdir. Alloh sizni har vaqt o'ziga itoat qilishga nasib qilsin. Bilingki, ey qarindishim, oxirat kuniga iymon etish Alloh va uning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam oxirat haqida bergan har qanday xabarga ishonish va o'lgandan keyin maydonga keladigan ishlarning barhaq ekanligiga shak qilmaslikdir. Bu qiyomat qoyim bo'lishdan ilgari ko'riladigan qiyomat alomatlariga, o'lim asnosidagi ahvolotlarga, qabridagi azob va ne'matlarga, surning chalinishiga, o'lgandan keyingi takror tirildirilishga, qiyomat kunidagi dahshat va u kuni yuz beradigan katta voqealarga, mashargoh va maxluqotlardan elinadigan hisobning tafsilotiga, eng katta ne'mat bo'lgan Allohning jamolini ko'rishni o'z ichiga olgan jannat ne'matlariga, eng og'ir jazo bo'lgan Allohni ko'rishdan mahrum qilishni o'z ichiga olgan do'zax azoblari qatorliqlarga iymon keltirishni o'z ichiga oladi. Hammadan muhimi mushularga iymon keltirish bilan bir vaqtda shu iymonga munosib amal qilishdir. Agar oxiratga bo'lgan iymon bir bandaning qalbiga haqiqiy yerlashsa, bu uningga nurg'un manfaatlarni elib keladi. Bularning ba'zilari tövandikcha. Birinchi, inson ibodatlarni ishtiyoq bilan intilib turib qiladigan, jumladan qiyomat kuni o'ziga asqatadigan savoblarni qo'lga keltirish uchun qattiq tirishadigan bo'ladi. Ikkinchi, u qiyomat kundagi jazodan qo'rqib, gunohlardan yiroq turadigan bo'ladi. Uchinchi, inson agar Alloh roziligini izlab sunnatga uyg'un ibodatni davomlashtirganda oxiratda qo'lga keltiradigan ne'matlarni ko'z oldiga keltirib, dunyo hayotida mahrum qolgan narsalar uchun urmaydigan bo'ladi. Ulug' Robbimiz Alloh bizga haqiqiy mustahkam iymon ato qilsin. Bu haqda texmo tafsiliy ma'lumotga erishmoqchi bo'lsangiz, Alloma Ibn Usaymin rahimahullohning 3 asos sharhining 98-betidan 103-betlarigacha o'qing. Alloh eng yaxshi bilguchidir.